Yosh bolani, 5-6 yoshli bolani yolg'on gapirishi muammo emas. Uni farqiga bormaydi. Lekin 14-15 yosh bolani yolg'on gapirishligi bu muammo. Bu farqiga boradi u. Kimni farzandi mana shu yosh yigit, yosh qiz holatida ota-onasini ko'p aldasa, o'sha ota-onani o'zi aybdor. Demak, farzandi bilan ochiqcha mehr-muhabbat ustida gaplashmayapti. Va ko'pincha ota-onasidan arzimagan narsalar ustida kaltak yeydigan, arzimagan narsaga ham baqirish, so'kish eshitadigan farzandlar ota-onasini doimiy aldaydi. Doimiy ravishda yolg'on gapiradi. Umumiy xulosa shuki, eng xavfli, kerak bo'lsa qo'rqinchliroq va eng nozik, qildan ham nozik bo'lgan vaqt o'smirlik payti va shuning bilan birgalikda farzandingizni poydevorini quradigan paytlardan bittasi ham shu. Ilmga yo'naltirsangiz ham mana shu payt yo'naladi. Nimaga muhabbat uyg'otmoqchimiz? Kasbga, hunarga, nimaga? Kitobga,